Bismillahirrahmanirrahim. Sura Qiyomat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. La uqsimu biyawmil qiyamah. Qiyomat kuni bilan qasamki. Va la uqsimu bin nafsil lawwamah. O'zini malomat qilg'uchi nafsi bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirisizlar. Sizlardan cho'qim hisob elinadi. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idamah. İnson, ya'ni kafir bizni o'zining chirigan so'ngaklarini jam'i qilolmaydi deb gumon qilamdi. Ala qadirina ala an nusawwiya bananah. Undaq emas. Ya'ni uning so'ngaklarini jam'i qilamiz. Uning eng inchka, eng nozik bo'lgan barmoqlarini mu asliga keltiralaymiz. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Balki inson kelgusi hayotida gunohda azvaylimakchi bo'ladi. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. U masxiri qilish yuzasidan qiyomat kuni qachon bo'ladi deb so'raydi. Fa idza bariqal basar. Ko'zlar to'rlashgan. Wa khasafal qamar. Oyning nuri o'chgan. Wa jumi'ash shamsu wal qamar. Kun bilan oy birlashtirilgan chog'da yaqulul insanu yawma idin aynal mafar. Inson bu kunda qochadigan joy qayerda deydi. Kalla la wazar. Yo'q. Allohning azobidan qochadigan panohgoh yo'qdir. Ila robbika yawma idinil mustaqar. Bu kunda qarorgoh Parvardigoringning tarafidir. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhkhar. Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgari oxiri qilgan amallari uqtiriladi. Balil insanu ala nafsihi basirah. Balki inson o'ziga, ya'ni qilgan yomon ishlariga o'zi guvohdir. Walau alqa ma'adirah. U o'zini oqlash uchun qancha o'zri aytgan taqdirdimi, o'zrisi qabul qilinmaydi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Sana Jibril orqali vahyi nozil bo'layotganda uni esingga erivilish uchun oldirab tilingni medirlatma. Inna alayna jam'ahu wa qur'anahu. Uni to'plash va o'qib berish bizning mas'uliyatimizdir. Idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Sana uni o'qib berganimizda, ya'ni Jibril sana o'qib berganda, uning o'qishiga agashkin. Thumma inna alayna bayanahu. Ondan uni tushuntirib berish bizning mas'uliyatimizdir. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ey mushriklar jamoasi, hargiz undaq emas. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish sizlar gumon qilgandek yo'q ish emas. Balki sizlar bu dunyoni do'st tutsizlar. Va tadarunal axirah. Oxiratga ko'ngil bo'lmaysizlar. Wujuhun yawma idin nadirah. Bu kunda saodatmanlarning yuzlari nurliq bo'ladi. Ila robbiha nadirah. Ular Parvardigoriga qarab turadi. Va wujuhun yawma idin basirah. Bu kunda nurg'un yuzlar tutuq bo'ladi. Azunnu an yuf'ala biha faqirah. O'zlarining cho'ng mushkullikka duchor bo'ladiganligiga ular
jazman ishinidu. كلا إذا بلغت التراقي Rostla, jon halqumiga yetganda, وقيل من راق bu kasalga kim iloj qilalaydi deyiladi. ظن أنه الفراق Sakratda yotgan odam buning dunyodan ayrilish ekanligini jazman biladi. والتفت الساق بالساق Sakratning qattiqligidan pochoqqa kirishib ketadi. إلى ربك يومئذ المساق Bu kunda haydab beriladigan joy Parvardigoringning dargohidir. فلا صدق ولا صلى Kafir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi. ولكن كذب وتولى Lekin u Qur'onni inkor qildi va iymondan yuz o'rdi. ثم ذهب إلى أهله يتمطى Ondan kerilgan holda uyga qaytdi. أولى لك فأولى Voy sening holingga. Voy sening holingga. ثم أولى لك فأولى Yana voy sening holingga. Voy sening holingga. أيحسب الإنسان أن يترك سدى İnson o'zini bekor qo'yib beriladi. Ya'ni shariat ishlariga taklif qilinmay, mayliga qo'yib etilgan hayvonga o'xshash deb o'ylamdi. ألم يك نطفة من مني يمنى U bachchi dollarga to'kiladigan ojiz ma'ni emasmidi? ثم كان علقة فخلق فسوى Ondan u lahti qon bo'ldi. Ondan Alloh uni chiroyli shaklda yaratdi. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى U ma'nidin ayol ikki tipni yaratdi. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى U, ya'ni yuqorqidek ishlarni qila olgan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir